Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Urgut filiali Pedagogika va tillarni o'qitish fakulteti boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 403-guruh talabasi Abdurofiyeva Nozigul. Mavzu: o'qituvchining kommunikativ qobiliyatlarining rivojlantirishga qo'yiladigan talablar. Rejamiz: birinchisi, o'qituvchining kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish. Ikkinchisi, kommunikativ malakani rivojlantirish. Uchinchisi, pedagogik ta'sir ko'rsatish metodlarini qo'llash. To'rtinchisi, kasbiy komponentlikni oshirish. O'qituvchining kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish uchun quyidagi talablar qo'yiladi. Kommunikativ malakani rivojlantirish, ta'lim va tarbiya jarayonida pedagogik ta'sir ko'rsatish usullarini qo'llash, shuningdek, kasbiy komponentlikni oshirish. Bular o'qituvchining o'quvchilar bilan samarali muloqot qilish, ularni tushunish va ta'sir ko'rsatish uchun zarur hisoblanadi. Kommunikativ malakani rivojlantirish – bu o'quvchining o'z fikrlarini aniq va tushunarli bayon etish, tinglash qobiliyatini rivojlantirish, ta'na tili va ovozdan samarali foydalanish kabi ko'nikmalarni o'z ichiga oladi. Pedagogik ta'sir ko'rsatish metodlarini qo'llash – o'qituvchi o'quvchilarga ta'sir o'tkazishning turli usullarini bilish va ularni vaziyatga qarab qo'llay olishi kerak. Bunga rag'batlantirish, tushuntirish, namuna ko'rsatish kabi usullari kiradi. Kasbiy komponentlikni oshirish – o'qituvchining o'z fani bo'yicha chuqur bilimga ega bo'lishi va pedagogika sohasidagi yangi yutuqlardan xabardor bo'lishi kommunikativ qobiliyatlarni mustahkamlaydi. Bilimli va malakali o'qituvchi o'quvchilarda hurmat uyg'otadi va ularning ishonchini qozonadi. O'qituvchining har qanday tarbiyaviy ta'sir ko'rsatishi oqibat natijasida o'quvchi ruhiyatiga har tomonlama ta'sir ko'rsatishiga, ya'ni o'quvchilarda ijobiy hissiyotlarni, xulq-atvor, munosabatlar, xatti-harakatlarni shakllantirish va mustahkamlashga yo'nalgan bo'ladi. Lekin ishontirish va uqtirishning texnologik mexanizmlari turlichadir. O'sib borayotgan yoshlar ijtimoiy muhit va tabiat bilan ham o'zaro ta'sirlanadilar. Bu o'zaro ta'sir natijasida ularda ishonch, yangi bilimlar va munosabatlar, axloqiy me'yorlar majmui vujudga keladi. Ta'lim va tarbiya jarayonida o'qituvchi tomonidan pedagogik ta'sir ko'rsatishning asosiy metodlariga quyidagilar kiradi. Talab, istiqbol, rag'batlantirish va jazolash, jamoatchilik fikri. Talab va ta'lim va tarbiya jarayonida o'qituvchining tarbiyalanuvchiga nisbatan shaxsiy munosabatlari namoyon bo'ladi. Tarbiyalanuvchilarning yosh va o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish, tarbiyaviy ishlarning izchilligi va muntazam olib borishni ta'minlash, o'qituvchi tarbiyalanuvchilarning o'zaro tarbiyaviy ta'siriga ega ekanliklarini, ularning o'zaro kommunikativ munosabatlari hamda faoliyatlari o'rtasidagi bog'lanishlarning mavjudligi, uning samaradorligini belgilashi unutmaslik shart. E'tiboringiz uchun rahmat.